Yurgan. To'g'riga qarab yurgan. Bir normal. Yana bir marta. Davom. Ha. Yur. To'g'ri yur. Erkak o'xshab yur. Mana. Mana ana shunday yurgani to'g'ri. Normalni yur. Mana. Yurgan. Mana normalni yursa bo'lar ekan. Erkak o'xshading. Ya, ada menga seryozni bo'lish yarashmaydi. Mana ishla. Nima bu ada? Eshak nimasi? Nimasi? Oyog'i. Ko'rmisan? Lapatka-ku. Birinchi marta ko'ribsan. O'zana shu bilan yer o'g'darasan. Kim bu? Ibi. Noyob ko'rgan ko'chada sharil haramon. Zo'r narsa ekan, ha, papichka? Haqiqatan ham bacham yomon narsa ekanda. Bunda faqat yer og'darsa bo'ladimi yo boshqa ish qilsa ham? Ha? Ha, buni aytyapsanmi? Qo'y uni joyiga, kimdir keldi. Maqsadingiz nima? O'g'lingiz salonimizdan ketgandan beri umuman klient yo'q. Men o'g'lingizni olib ketgani keldim. Hech qayerga bormaydi o'g'lim. O'zi sizlar yonlarida bor mana shunday bo'ldi. Stilistlik erkagi kasbi emas. Tushunyapsizmi? Siz olib ketaman deb xayol qilmang. Olib keta olmaysiz menni. Oyiga $10,000 beraman. $100 kelmayapti-da onangimga. Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqan. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab, mesistra qizga uylantiraman seni nasib qilsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantiryapsiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indirjitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysanman, zato mesistra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi beri? Uylanadi. Xola! Mesistra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesistra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im. Qoshig'im qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda bor. Yetkizganiga shukr onajon. Ha? Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor o'zi podkoza ketibdi-da. Mannani uchibdi. Aya, Ha. dadam qani? Ichkarida qoshig'ing kapelnitsa qo'ygan. Dadajon, kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr, mannani uchibdi. Bitta antibiyotikni olasiz. Unga antifox va antiseptikni aralashtirib, Qancha shunaqa qiluvdim hozir. To'xtang-chi ona. Borma o'roq. Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. U odamni shok qilib qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, siz keldingizmi? Nasib ko'ramiz. Mana ya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qo'shig'il bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yangasi qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana ya, o'qigan babi bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chala savodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qilib tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. Ay tahor omadim. Tuqqaningdan keyin nimalar bo'ladi? Hamma sendan xavotir olib ko'rgani keladi deb o'ylaysan, lekin bolangni ko'rgani kelgan bo'lishadi. 9 oy bolani sen ko'tarib yurgan bo'lsang ham, lekin ism qo'yishga kelganda, Otam ismini qo'yamiz, Eshonqulboy. Javohir qo'yaylik. Uni ismi Muhammad Mirzo bo'ladi. Javohir. Shuncha yil kutdik, tilab topdi bo'ladi ismi. Jasurbek qo'yaylik. Javohir. Sevinib turibdi, Sevinchbek qo'yaylik. O'g'il bola-ku. Qo'yaylik, dabdalasi bor. Bo'ldi. Javohir bo'ladi ismi, buni men tug'ganman. Mayli. Xudoy berdi, yif tilab topdi.
Butun umrli ruhiy zarba kerakmidi bolam? Ol mana. Tug'ganingdan keyin model bo'lish haqida unutasan. Tug'ganingdan keyin hammaga ona xotindek aqllilik qilasan. Chekigin temirdami bitta satib qolmasa bor yo'qol. To'g'ri, homilador ayol eng chiroyli ayol, lekin tug'ganingdan keyin juda xunuk bo'lib ketasan. Yaxshi keldingsan? Qochib tur bolam qani tilab topdi jon. Ering ham senga emas, faqat bolaga e'tibor beradigan bo'lib qoladi. To'g'ri de, даже o'zingga yoqmayotgan bu figuring eringga yoqarmidi? Siqilmang, kelin. Buni yo'li bor, yuring. Nimagadir sizga ishonmayapman. Menga ishonmay to'g'ri qilasiz, lekin unga ishonish kerak, yuringchi. Qayerga keldik oyijon? Sulton Hoji Kamolovning yoniga keldik. U odam qorin, ko'krak va yuz operatsiyalarini qiladilar. Tug'ruqdan keyin qomati buzilib, qorni osilib, beli to'rtburchak bo'lib qolganlarni cho'tki figura yasab berar ekan. Voy, zo'r oyijon. Zo'r bo'lmay qolsin, betiz operatsiya qilamizmi ekan, aqlchi? Davay, mana qo'shiriq bersizlar mana. Qorinni qilar ekanmiz. Xotiringni qanaqa chiroyli ketdi. O'zi kakras xotinimga sovg'a tayyorlab qo'ydi. Sovg'a? Qanaqa? Keyin ering seni Parijga olib boradi. Kelinga bekor o'rgatibman-da, tilab topdi, o'zimga qolib ketdi-ya. Tak. Dindori kerak-ya. Mayli suvga chiqadimi? Chiqmaydi. Mana bitta qincha o'tirishimiz kerak. Suv emasmi? Uyda pechka yoqqanmiz. Uni ustiga suv bor. Ma, suv olib kel. To'xta. Men ukangni ham qo'shib ol. Menga qara. Quruq yemagin, ma. Ana suv chiqayotgan ekan. Voy, o'chirt ekan, hozir bu yerda ko'p qolib ketamiz. Qo'yvor, uyda kakras ish ko'p edi. Yo'q, to'g'ri, shu bolacha ham ikkita bakalchika ko'tarib ketdi, qara. Surasi sekin kelyapti. Ketdik dargi mahallada olamiz. Kutaylik. Yo'q, yur ketdik. Bu anasi yaxshi kelayotgan ekan. Balki boshqa xabararmiz. O'zi ikki kishi ekan-ku. Ikki kishimi sizlar? Ha, ikki kishimi? Kechagina qishloqdagi qizlarning bari menga sirli. To'g'ri, muncha ishinglar ko'p. Hamon yoqyapti-deydi. Endi to'chni ketamiz. Ha, qurib ketsin. Ha, bu yoqda 2 yildan beri suv chiqmayapti-yu, seni gapingga kirganman, ahmoq. Umid nima o'tmayapti? Har doim velogida shu yerda yurardi-yu. Hasan mashinik, o'sha Umidni ko'rish uchun qolib keldim mana. Hozir uyga suv olib kirmasam, oyim meni o'ldirarlar. Bo'pti, ko'p gapirma, men yo'lini bilaman. Arodan olganimizni bilishmasmikin? Bilishingda. Qaysi ko'rib yuribsanlar? Suv olib keldik kerak mana. Suv yarmi qani? Yer haqida to'kib keldim. Nima cho'p bilan urdilar? Anoriga. Voy, yomon yutganlari bor, shu o'zimniki bilan urmanglarmi? Sening qani? Oppa! Shilir shilir suvlar oqar mahal